shunchalik o'zgardikmi? Baxtni yashashdan ko'ra uni ko'rsatishga ko'proq vaqt ajratadigan bo'lib qoldik. Bir paytlar yangi kiyimni ham birinchi bo'lib oynaga emas, ota-onaga ko'rsatardik. Hozir esa har bir narsani avval kamera ko'radi, keyin ko'zimiz. Dasturxon to'lsa duo qilinar edi. Endi dasturxon to'lsa kamera yoqiladi. U yoki ko'rsatmasak rohatimiz yarimdek. Bizga o'rgatishgandi. Yaxshi kuningni baland aytma, yetishmay qolganlar ham bor. Qorning to'q bo'lganini maqtanma, och yotganlar ham bor. Hozir esa go'yo hamma ko'rsin deb yashayapmiz. Kimdir ko'rib, ishidan chiqilsa ham like bosib qo'yadi. Shu yetarlilik. Baxt ko'z qilinadigan narsa emas, u ehtiyot qilinadigan narsa. U baland aytilsa emas, jim yashalsa uzoq turadi. Ilon zahridan to'g'ri foydalansa shifodir, noto'g'ri foydalansa o'limdir. Muammo ijtimoiy tarmoqlarda emas, o'zimizdadir.